Xuddi shuna hozirgi kecha kunduz уже quyosh panellari foydalanishga topshirilgan territoriya 1000 gektarga yaqin hisoblanadi. Bu birinchi etap. Birinchi etapda 250 megawatt loyiha ishga tushirilmoqda. Ikkinchi Birinchi Namangan viloyatiga bo'lsa, ikkinchisi umumiy O'zbekiston energiya tizimiga juda katta foyda keltiradi. Biza turgan hudud Namangan viloyati Pop tumaniga qarashli maydon hisoblanadi. Bu yerda hozirgi kecha kunduzda birinchi etapda 250 megawatt loyiha ishga tushirilmoqda. Ikkinchi etapda keyingi yil hisobida yana dalshi 250 megawatt loyiha ishga tushiriladi. Jami obshiq olganda 500 megawatt loyiha ishga tushadi. Bu degan Namangan viloyatining bir 40% elektr ta'minotini ta'minlab beradi. Ishga tushganda ish o'rni bir 60-70 taga yaqin ish o'rni ochiladi. Bunday stansiyalarni tanlash uchun bularni qulay tomoni masalan asosan unum qishloq xo'jaligiga foydalanmaydigan bo'sh turgan yerlardan foydalaniladi. Asosan shu buni yana bir afzallik tomoni buning atroflar chegara bo'lgandan keyin dalnishni bu yerga qanday chorrachilikni qo'shimcha bu chorrachilik rivojlantirsa bo'ladi. Dalnishni keyinchalik shu asosan qishloq xo'jaligi foydalanmaydigan yerlardan foydalanadi. Buni afzallik tomonlaridan yana biri bu muqobil elektr energiya bu hech qanday qo'shimcha rasxod talab qilmaydi. Shu yorug'lik bo'lib quyosh chiqib tursa bo'ldi. Bu o'zi tok ishlab chiqaraveradi. Xudoga shukr, biz O'zbekistonimizda yil davomida quyosh bor. Shundan foydalansa bo'ladi. Bu panellarimiz bu yerda barcha oborudованиyaning hammasi Xitoy bilan hamkorlikda Xitoydan olib kelingan. Bu panellarni ishlash muddati 30 yildan ziyodroq. Bu yil davomida uzluksiz, tinimsiz tok ishlab chiqarib beradi. 30 yil davomida. Mirjon aka, hozirgi quyosh panellari o'rnatilgan maydon adashmasam 1000 gektardan ortiq, to'g'rimi? Xuddi shuna hozirgi kecha kunduzda уже quyosh panellari foydalanishga topshirilgan territoriya 1000 gektarga yaqin hisoblanadi. Bu birinchi etapniki. Ikkinchi etapniki xuddi shuncha yana 1000 gektarga yaqin уже yer maydonlariga quyosh panellari o'rnatiladi. Qancha vaqt ketdi mana shunga o'rnatguncha va necha kishi ishladi? Bunga bu yerlar oldin adirlik bo'lgan, eskidan qolgan soy o'tgan bu yerlardan. Bu yerlarni tekislab, yer ishlarini bajarish uchun bir 8 oylar vaqt ketdi. Tekislashni o'ziga. Da, tekislashni o'ziga 60 ga yaqin texnika ishladi. Ekskavator, buldozerlar 100 ga yaqin ishchi xodimlar ishladi. 8 oyda bu yerlar tekislanib, уже yana qo'shimcha 3 oy hisobida bu fundamentlar, bu hammasi fundament o'rnatiladi, fundamentga qo'yiladi. Shu fundamentlar o'rnatiladi. Umumiy hisobda 1 yil vaqt ketdi. Umumiy hisobda 1 yil vaqt ketadi. 1 yilda 100 ga yaqin xodim ishladi. Keyin buni davomi keyingi necha yilda quriladi? Masalan, hozir beton qismini ko'rdik. Buni davomi hozir bizani shu yilning oxirigacha bu etapni biz to'liq qilib ishga tushiramiz. Birinchi etapni, ikkinchi etap keyingi yil ikkinchi choragidan ish boshlanadi. Endi bu barcha quyosh energiyalari hammasi yig'ilib bizning asosiy 500 megawattlik podstansiyamizga borib ulanadi. U yerdan borib ko'ramiz. U yerdan qo'shimcha shu xalq ehtiyojlariga chiqariladi. Har xil svet o'chishlari ommaviy blackout deymiz, o'sha vaqtda ham bu o'sha
bu to'rt o'sha vaqtda tarqatadi. bu o'sha vaqtda ham o'z ish faoliyatini davom ettirib, xudo xohlasa bunaqa ko'ngilsiz hodisalar yuz Ha. bermaydi. Svet o'tishlar ancha kamayadi, xudo xohlasa. Poliyadan keladigan asosiy o'sha panellardan keladigan toklar kelib, asosiy mana bu 35 kron 35 yachenkalarga kiradi. Yachenkalardan asosiy katta transformatorlar A, B, C, ya'ni 3 faza transformatorga kirib, bu yerdan o'sha 500 megavat bo'lib liniyaga chiqariladi. Yurak shu yerda markaz. Yurak shu yer, asosiy yuragi shu yer. Bitta 3ta A, B, C transformatorlar, katta transformator. Bular eng so'ng texnologiya asosida ishlab chiqarilgan и O'zbekiston hozircha yagona transformator hisoblanadi. Hozirgi kecha kunduz bu yerda qurilish montaj ishlari davom etmoqda. Xudo xohlasa shu yilning oxiriga liniyaga tuz chiqariladi. Narigi zdaniyamiz u yer OPU, ya'ni upravlение, pul upravlение asosiy miyasi o'sha yerda joylashgan bo'ladi. Hozir texnologiya, eng so'nggi texnologiya asosida dedim, chunki quyosh panellar o'zbek tilida kunga boqar, o'zini avtomatik quyosh nurini ko'proq effekt olish uchun buriladi quyosh nuriga qarab. Barchasi mana shu zdaniyadan o'shadan turib operatorlar yordamida boshqariladi hammasi. Bu yer saqlanmaydi, bu yer mana shu yondan o'tgan 500 katta yangi liniya bor. Novo Angren Farg'ona liniyasi. Shunga shu liniyaga yana perxod bo'lib ulanadi bu liniya. Doimiy iste'molga chiqarib turiladi. Bugungi kunda bizni Namangan viloyatida demak qayta tiklanuvchi hamda muqobil energiyalar bo'yicha Pop tumani Qo'shminor MFI'da, ya'ni Qo'shminor hududida ikkita yirik loyiha bor. Bu yirik loyihalar demak umumiy quvvati 500 megavatdan 1000 megavatlik fotoelektr stansiyalar bo'lib, bu fotoelektr stansiyalarda bugun demak qurilish jarayonlari ketyapti. Masalan, bu biz turgan demak investitsiya loyihasi demak Tepelan guruh, bu Birlashgan Arab Amirliklari bilan demak investitsiya loyihalari asosida bo'lyapti. Ikkinchi loyihamiz Hyper Partners, bu Germaniyaniki. Hyperda hozir bugungi kunda уже 120-130 megavatda quvvatda ishga tushirildi hamda tizimga elektr energiya beryapti. Buni afzallik jihatlari umumiy birlamchi Namangan viloyatiga bo'lsa, ikkinchisi umumiy O'zbekiston energiya tizimiga juda katta foyda keltiradi. 5 kilovatli passansiya qurilish jarayoni hozirgi vaqtda. Shu passansiyada demak ishlab chiqarilgan elektr energiyani 5 kilovatga aylantirib, umumiy mana 5 kilovatli tizimimizga qo'shimcha quvvat hisobida ulanadi. Bundaqa yirik loyihalardan biz Namangan viloyatida beda Popda demak fotoelektr stansiya bo'lsa, demak Uychi, Uchqo'rg'on tumanlarida katta GESlar kaskadi. Bu bo'yicha tanishgandirsizlar ham. Bu umumiy quvvati masalan Uychidagi Norin GES 228 megavat bo'lsa, undan tashqari Uchqo'rg'on tumanida Qo'g'ay, Beshqo'rg'on GESlar kaskadi bor, u ham 23 megavat. Umumiy olganda hozir 1000 megavat bu yirik loyiha, undan tashqari bu 300 megavatdan oshiqroq umumiy 1300 megavat Namangan viloyati yirik loyiha bor. Bundan tashqari aholida, ishlab chiqarish korxonalarida, tadbirkorlik subyektlarida ham umumiy o'zini quvvatdan kelib chiqqan holatda fotoelektr stansiyalarini qurish, undan tashqari biz Namangan viloyatida kanallar ko'p. Ya'ni bizni bilsangiz Farg'ona, Andijon, Namangan kanallari asosiy boshlanishi biz Uchqo'rg'on tumanidan boshlanadi. Shunga biz shu kanallarga mikrogeslar qurish bo'yicha prezidentimiz qarorlari chiqqan. Bunda mikrogeslar quvvati demak 200 kilovatdan 5 kilovatgacha bo'lib, ular kanalni bo'ylariga, lavlariga, o'sha chekka qismlarga quriladi. Bular ham o'z navbatida demak bugungi kundagi elektr energiya bo'lgan talabni qaysidir qanchadir qismini qoplashga xizmat qiladi.